Xo'p, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xudo xohlasa multi-level listening part 1 haqida gaplashamiz, okay? Hamma biladi, safer listening ya'ni o'sha haqiqiy imtihonda part 1 bilan boshlanadi, okay? Part 6 da tugaydi. Bugun sizlar bilan listening part 1 haqida gaplashamiz, okay? Masalan, buni ko'pchilik biladi, tushunmaganlar uchun foydali dars bo'ladi. Xo'p, buni boshlashdan oldin bitta exercise topib qo'yganman. Bugun sizlar bilan o'shani ishlaymiz, okay? Analiz qilib, tagga chizib, nimaga bu javob to'g'ri, nimaga xato, shuna qilib shu mashqda ko'rib chiqamiz ekan, okay? Before starting, let's write some information about listening part 1. Kelinglar boshlashdan oldin bir ikkita ma'lumotlarni yozib ketaylik, okay? Endi buni hamma biladi, qarang. There were 8 questions in listening part 1 deb qo'yapman. Part 1 da doim nima 8 ta savol bo'ladi, okay? Imtihonga kiradigan bo'lsangiz, sizga 8 ta savol bo'ladi. Nimada? Listening part 1 da, okay? Keyin qarang. You have to choose the best reply deyapman to each sentence. Har bitta gapga siz endi mos javobni topishingiz kerak bo'ladi. Buni hozir tushuntiraman. Prosta yozib qo'ydim. You have to choose the best reply to each sentence. Har bitta gapga to'g'ri va mos javobni topishingiz kerak bo'ladi, okay? Endi buni qo'pol qilib aytganda multiple choice deb qo'yamiz. Multiple choice question bu ham, okay? Endi qarang. Shu yerda ko'pchilik o'ylanar ekan, qarang, in real exam deyapman. Shu yerda in real exam you the audio deb qo'yaylik. The audio will be played twice deb qo'yapman. Qarang, haqiqiy imtihonda sizga audio doim 2 marta qo'yib beriladi. Safer multi level, okay? Haqiqiy imtihonda audio 2 marta qo'yib beriladi. Ko'pchilik o'ylaydi, yo'q, 1 marta qo'yib berilsa kerak, unda ham IELTS da 1 marta qo'yiladi-yu deydi. U faqat IELTS da bo'ladi, okay? IELTS listeningida siz faqat 1 marta eshitasiz. Boshqa qo'yib bermaydi, lekin saferda multi levelda audio sizga 2 marta qo'yib beradi. Xoh siz sima levelga o'qituvchi bo'ling, xoh bo'lmasam nima o'sha safer bo'yicha ekspert bo'ling, doim 2 marta eshitasiz. Masalan, hozir naushniklarda bo'lib ketgan listeninglar, to'g'rimi? Ba'zi bir viloyatlarda, masalan, Namanganda yoki bo'lmasam boshqa joylarda, Farg'onalarda o'sha paytda jinday nima deydi, xatoliklar ketib qolgan, birarda bir aytadi. Sen agarda sen sima levelga o'qituvchi yoki bo'lmasam o'quvchi bo'lsang, sen 1 marta eshitasan deydi. Yo'q, u xato. Sizga doim audioni 2 marta qo'yib berishadi, okay? Endi qarang. Shu yerda yana nima qilishimiz kerak endi? Qanday yondashish kerak bu partga? Nima qilsak biz to'g'ri topamiz, okay? Endi qarang, shu yerda yozib ketyapman. Structures deb qo'yapman. Structures, okay? Strukturalar. Nima qilishimiz kerak? Birinchi qiladigan ishingiz, sizni qarang, shu yerda aytib o'tib ketyapman. Birinchi qiladigan ish nima bo'ladi? Please deyapman. Read the options. Clearly. Javoblarni o'sha option, ya'ni nima deydi? Shu ABC bo'ladi, manaqa. Shularni yaxshilab o'qib olishingiz kerak bo'ladi, okay? Sizga soniya beriladi, okay? Nima vaqt beriladi o'qib olishingiz uchun. Допустим, aytaylik 30 sekund vaqt bersa, siz shularni yaxshilab o'qib olishingiz kerak. Bu yerda 6 ta savol, 8 ta emas, okay? 6 ta savol bu. Xullas, opsiyalarni yaxshilab o'qib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz nima? Qarang. Shu yerda aytib o'tib ketyapman. Keyingi qiladigan ishingiz pay attention to the audio deyapman. Qarang. Audioga e'tibor qarating. Listening qo'yildimi? Xayol chalg'imash kerak. Nima deydi? Nima deydi? Fikr hayolingizni audioga qaratishingiz kerak. Chunki ba'zi bir gaplarda listening part 1 da hozir qisqa emas, sal uzunroq gaplar qo'yilib qo'ygan. Okay? Uzun gap qo'yilib qo'ygan. O'shanda agar siz audioga e'tiboringizni qaratmaydigan bo'lsangiz, yaxshi eshitolmay qolasiz. Birarga bir so'zlarni masalan tez aytib ketib qoladi, okay? Faster. Tezroq bo'lib qolgan. Birarda bir, lekin oson. Endi buni levelga keladigan bo'lsak, qarang, levelda o'zi nima? A2 va B1 levelda bo'ladi bu o'zi. Savol turlari, okay? A2 va B1 level juda ham oson. Eplab 8 tadan topsa bo'ladi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish nima bo'lyapti? Optionlarni yaxshilab o'qing.
audioga e'tiboringizni qarating, okay, diqqat bilan. I mean, this is the way. Shu yo'l, boshqa nima deydi, boshqa struktura yo'q. Masalan, qanaqa qilib qaysi harfga urib chiqsak hammasi to'g'ri chiqadi desanglar menga javob bera olmayman. Okay? Endi masalan shug'ullanib practice qiladigan bo'lsangiz, bemalol topib chiqasiz. Okay? Optionlarni yaxshilab o'qib oling. Ikki shu yerda aytib o'tib ketishim kerak, qarang. Predict. Shu yerda aytayapman, qarang mana. Try to predict. Try to predict the answer. Javoblarni bashorat qilishga harakat qiling. Endi bashoratning nima aloqasi bor bunga deydigan bo'lsangiz, допустим aytaylik, mana birinchi savolda. A'da nima deyapti? Yes of course. Yes of course degani ha albatta degani. Masalan, siz o'ylamaysiz ham hozir balkim shunga masalan nima aytish mumkin? Masalan, ruchkani berib tura olaysanmi? To'g'rimi? Yoki bo'lmasam birovni men olib tura olaymi? Desa yes of course. This is bo'laveradi. Masalan, B'da mana I don't know. Bilmayman deyapti. Masalan, can you tell me the time deb bo'lsa masalan. Menga vaqt ayta olasizmi desa I don't know. Shunaqa qilib bashorat qilishga harakat qilaylik. Juda ham katta foyda beradi bu. Okay? It plays a pivotal role in listening part 1. Muhim rol o'ynaydi predict qilish. Har bitta savol turida masalan predict qilishda bilish kerak. O'shanda masalan siz o'ylagan narsa ham chiqib qolishi mumkin audioda. Shuning uchun predict qil deydi ko'pchilik. So, let's do the exercise. Let's move on. Kelar bo'lmasa shu exercise ishlaymiz. Men shuni 2 ga bo'lib olsam bo'larmikin buni? Aytgan gaplarimni yozib ketaman-da. I mean, we're split. Okay, let's start then. Bir eshit olamiz. Okay, men birinchisi masalan. I'm playing the audio, okay? Audio'ni qo'yapman. Exercise 48. Number 1. What will you do? What will you do? Nima dedi? Qarang. What will you do deyapti. Qarang. Nima qilasan deyapti. Masalan, bironta bir tasavvur qiling, siz bilan opa gaplashyapti. U opangiz bo'lishi mumkin, o'qituvchingiz bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa va hokazo sizga aytayapti what will you do? Conversation ketyapti, o'rtada suhbat ketyapti. Sizga aytayapti what will you do? Nima qilasan? Masalan, tomorrow is my sister's birthday. Siz ertaga meni opam tug'ilgan kuni. Endi sizga aytayapti, masalan, oyis, what will you do? Nima qilasan? Optionlarni o'qiymiz endi. Nima deyapti birinchisida? Yes of course. Ha, albatta deyapti. Endi bu yerda what will you do desa masalan, tasavvur qiling. Nima qilasan desa ha, albatta demaysiz-ku. Ma'no jihatdan tushmaydi-ku, to'g'rimi? A'da javob sifatidan chiqarib oling. A bo'lmadimi? No, buni chiqarib olish kerak. Agarda chiqarib olmasangiz, chalg'itib qo'yadi-da bu ham. Doim o'sha noto'g'ri javoblarni chiqarishga harakat qilaylik. B'sida aytayapti, masalan, I don't know. Bilmayman deyapti. No, допустим, shu javob bo'lsa kerak. C nimaga xato? I don't think so. Men uni deb o'ylamayman deyapti. Endi what will you do desa men uni deb o'ylamayman desa xato bo'ladi. I don't think so ga sal boshqacharoq gap bo'lish kerak. Okay? Xullas javobimiz nima bo'lyapti? B is the correct response here. Okay? B is correct. No, bo'ldi. B ni javob sifatida olamiz. Buni yashil qilib qo'ydim. Ikkinchisi-chi? Number 2. I don't want much to eat, thanks. I don't want much to eat, thanks. Nima dedi? I don't want much to eat, thanks. Men nima dedi? Ko'p yeyishni xohlamayman deyapti. Okay? Endi masalan tasavvur qiling, siz restoranda o'tiribsiz. Уже ofitsiantlar keldi, sizdan so'rayapti. Masalan, what do you want?
siz aytasiz masalan bironta bir salat zakaz qilsangiz, to'g'rimi? Endi nima? Boshqasidan ham olib kelaymi deb qo'ysa, masalan, yozda sherigingiz menga mondan ham bunga ham o'shandan desa, masalan, siz aytasiz I don't want much to eat, thanks. Yo'q, men juda ko'p yeyishni xohlamayman, rahmat deyapti. Endi javoblarni qarang. Aren't you hungry? Ochmasmisan deyapti. Bidachi, please give me a small plate deyapti. Menga o'sha kichkina tarelkaligidan bering deyapti. Sida, no, I'm having dinner. I'm having my dinner. Yo'q, men nima, xullas kechki ovqatimni qilyapman, ujin qilyapman deyapti. No, si tushmaydi ma'no jihatdan. Sida chiqarib oling. Aren't you hungry deyapti Ada. Ochmasmisan deyapti. Yo'q, ham tushmaydi. Chunki nima? Ma'no jihatdan xato. Bida please give me a small plate. Menga masalan kichkina tarelkaligidan bering deyapsiz. Okay? Men ko'p ish xohlamayman, rahmat. Menga kichkina tarelkasidan bering deyapti. Kattasidan emas, kichkinasidan. Okay? Shuning uchun bu yerda B is the correct response. En to'g'ri javob B bo'lyapti bu yerda. Okay? Ham tushmaydi. Aren't you hungry tushmaydi. Okay? B tushyapti. Please give me a small plate. Siz ko'p yeyishni xohlamaysiz, shuning uchun ham menga iltimos kichkina tarelkasidan bering deyapsiz. Uchinchisi. Number 3. I can't come to the meeting. I can't come to the meeting. Nima dedi? Qarang, I can't come to the meeting. Men uchrashuvga kela olmayman deyapti. Okay? Men uchrashuvga kela olmayman. Shu yerda keyin sizlarga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Cannot doim qo'shib yoziladi. Okay? Ko'pchilikda qiladigan xato nima? Cannot masalan bunday ajratib qo'yishadi notini. Bu xato. Cannot doim qo'shib yoziladi. Okay? Notini qo'shib yozasizlar. Yoki bo'lmasam qisqartiring notni, yoki bo'lmasam qo'shib yozing. I cannot come to the meeting. Men o'sha nima meeting, ya'ni uchrashuvga kela olmayman deyapti. Endi nima deyapti? Optionda o'qiylikchi. Masalan, 3-chisida aytayapti, A'sida sorry about that. Buning uchun uzr deyapti. No, tushib qolsa kerak shu. B'sidachi I'll tell you later. Men senga keyinroq aytaman deyapti. Masalan, I can't come to the meeting desa, men uchrashuvga kela olmayman, men senga keyinroq aytaman demaysiz-ku. Ma'no jihatdan tushmaydi. Okay? B'ni chiqarib yubordim. C nimaga xato? Where was it? U qayerda bo'ldi? Okay? Endi qayerda bo'ldi desa, uchrashuvda nazarda tutadigan bo'lsa, savol beryapti bu yerda. Where was it? I cannot come to the meeting bo'lsa, men uchrashuvga kela olmayman desa, u qayerda bo'ldi demaysiz-ku. Uchrashuvga kela olmagan, uchrashuvda qayerdaligini bilmaydi. C ni ham javob sifatdan chiqarib yubordim. Bizda to'g'ridan to'g'ri A javob qoldi. Sorry about that. Birinchi aytdi, men kela olmayman uchrashuvga deb turib, uni orqasidan aytayapti, sorry about that. Buning uchun uzr so'rayman. Bo'ldi. A to'g'ri javob bo'lyapti bu yerda. Yani to'rtinchisi. Number 4. It's not a very nice day, is it? It's not a very nice day, is it? It's not very nice day, is it? Nima deyapti? Yaxshi kun bo'lmayapti, shunaqami deyapti. Okay? Yaxshi kun bo'lmayapti, shunaqami deb aytdi. Endi optionda o'qiylik. Ada aytayapti, it was better yesterday. Kecha yaxshiroq edi deyapti. Okay? Kecha yaxshiroq edi. No endi aytaylik, masalan, shu javob bo'lsa kerak. Bichi, I think it's today. O'ylashimcha bugun. Masalan, bu ham tushmaydi ma'no jihatdan. Chunki masalan, aytaylik, bironta bir gap aytayapman, qarayman. Do we have English tomorrow desa masalan. Ingliz tili darsimiz bormi ertaga deyapti. Siz shunda aytishingiz mumkin, I think it's today. O'ylashimcha bugun bo'lsa kerak edi. Shunaqa gap bo'lsa B tushardi. Lekin bu yerda B tushmayapti. Okay? B chiqarib yubordim. Sichi, you can do this every day. Sen buni har kuni qila olaysan deyapti. Masalan, practicing yoki bo'lmasam
going to the gym, masalan zalga borishmi va hokazo. Lekin bu yerda nima? It's not very nice day, is it desa, bugun yaxshi kun bo'lmayapti, shunaqami desa, you can do this every day demaysiz-ku, sen buni har kuni qila olasan demaysiz-ku. Ma'no jihatdan tushmaydi. Buni ham chiqarib oldim. Eng to'g'ri javob A. It was better yesterday. Kecha yaxshiroq edi deyapti. Aytyapti bugun yaxshi kun emas, kecha yaxshiroq edi desangiz, mana shu tushyapti ma'no jihatdan. Okay? I think it's the correct one, yeah? To'rtta to'g'ri javobi A bo'ldi. 5-chi. Number 5. What did the email say? What did the email say? What did the email say? Emailga nima kelibdi deyapti. Masalan, o'sha pochtaga nima keldi? Nima deyapti? Endi qarang. Optionlarni o'qiylik. A optionda nima deyapti? I suppose it's possible. O'ylaymanki buning imkoni bor deyapti. Endi bu yerda pochta nima deyapti deydigan bo'lsa, masalan, oddiy Amerikalarda o'sha xonadonlarda oldida pochta turadi, ichida xat keladi. To'g'rimi? Ichida xatni olib o'qiysiz. O'shani email deb olasiz. Okay? Yoki bo'lmasam telefonlarda ham bor-ku. O'shanda nima deyapti deyapti. What did the email say? Nima degan? Tushmadi. I suppose it's possible desangiz, ma'no jihatdan tushmaydi. O'ylaymanki buning imkoni bor. Yo'q. Chiqyapti. He didn't tell me everything. Bu yerda bu ham xato. Okay? Nimaga? Tushuntiraman, qarang. Pastda audioda nima degan? What did the email say? degan. Email nima deyapti? Emailga nima kelibdi deyapti. Lekin bu B'da he deyapti. He didn't tell me everything. Bu menga eshitma hamma narsani aytgani yo'q deyapti. Bu yerda odam-u, lekin pastda nimani so'ragan? Emailni so'ragan. B ham tushmaydi. To'g'ridan to'g'ri C qolyapti. I haven't looked at it yet. Men unga hali qaraganim yo'q deyapti. Okay? Men unga hali qaramadim. Masalan, nima debdi emailda desa, siz aytasiz, hali unga qaraganim yo'q. Bo'ldi. Ma'no jihatdan C tushdi. Oxirgisi. Number 6. I'll tell John when I see him. I'll tell John when I see him. Nima dedi? Qarang. I'll tell John when I see him. Men Johnga ko'rganimda aytaman deyapti. Okay, masalan, birontasiga o'sha John degan odamga siz biron nimani aytasiz, qachonki siz uni ko'rsangiz. I'll tell John when I see him. Optionda o'qiylik. Optionda nima deyapti? Esida what about you? Senchi deyapti. To'g'rimi? That's great. Thanks. Juda ham zo'r. Rahmat deyapti. Masalan, bironta bir sizga tug'ilgan kuningizda podarka beradigan bo'lsa, oh, that's great. Thanks desangiz bo'laveradi. Lekin bu yerda biz eshitgan gapga tushmaydi, B'ni chiqarib yuboryapman. Sichi, I don't know, sorry. Yo bilmayman, kechirasiz deyapti. Masalan, I'll tell John when I see him desa, yo bilmayman, kechirasiz demaysiz-ku. C ham chiqyapti. O'z-o'zidan eng to'g'ri javobdan qoldi. A qolyapti. What about you? Senchi. I'll tell John when I see him deyapsiz. Men ko'rganda aytaman Johnga deyapsiz. Keyin yoningizda odamga aytyapsiz. What about you? Senchi. Qachon aytasan? Bo'ldi. A. Ko'ryapsizlar, juda ham oson. Qiyin joyi yo'q. Bemalol ishladik. To'g'rimi? Unaqa vahimali emas. Okay? Just practice every day. Okay? Har kuni mashq qilinglar, bemalol ishlasa bo'ladi. Bo'ldi. Bugun sizlar bilan shuni ko'rdik. Listening part 1 juda ham sodda mashq ekan, unchalik qiyin emas. Bemalol ishlasa bo'ladi. Xullas qiladigan ishimiz nima bo'ldi? Please read the options clearly. Optionlarni yaxshilab o'qib olishimiz kerak. Pay attention to the audioga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Try to predict the answer. Javoblarni bashorat qilishga harakat qilaylik.
keyin sizlarga yana bitta narsa, practice qilayotgan paytingizda shunaqa qilib xato javobni o'chirib, to'g'ri javobni nimaga to'g'ri isbotlab, okay? Shunaqa qilib analyze, ya'ni o'sha analiz qilib ishlash kerak. Foydasi bo'ladi.